Assalomu alaykum Zinat uy-joy savdo kuzatuvchilari. Bugun xudo xolasa sizlar bilan Farg'ona shahar Sobir viloyatida joylashgan ajoyib bir uyimizni ko'rsatib o'tamiz. Bu uyning maydoni общий plashadga keladigan bo'lsak, 6,5 sotik, почти 7 sotikga yaqin. Общий xonalarga keladigan bo'lsak, общий xonalarimiz xudo xolasa 8 xonadan iborat. Kella bo'lmasam gastro ham, ya'ni mehmonxonani ko'rsatib o'taman. Birinchi o'rindan kirib kelyapsiz. Ajoyib, misol uchun ikkita mashina qo'ysa bo'ladi. Bemalol ikkita mashina sig'adi kirib kelishimizga. Birinchi xonamizga keladigan bo'lsak, birinchi xonamiz xudo xolasa mana mehmonxona, bemalol katta mehmonxonamiz bor. Remontlari ham yaxshi, kirib bemalol yashasak bo'ladi xudo xolasa. Endi keling ikkinchi xonalarimizni ko'rsatamiz xudo xolasa. Va bu tarafda ikkita xonamiz bor. Xudo xolasa ikkita xonamiz hali bitmagan. Ya'ni o'zimiz xudo xolasa kelib o'zimizga bir moslab turib bitira olsak bo'ladi. Xolasa bu xonalarda detskiy xona qilib qo'ysak bo'ladi. Detskiy xona yaxshi, juda ham yaxshi joylashgan. Xolasa detskiy xona qilib qo'yadigan bo'lsak ham bo'ladi. Yoki-da bitta oila uchun joy qilsa ham bo'ladi. Bu taraf keladigan bo'lsak, so'rlarimiz bor, yozgi tapchanlarimiz. Yozda bemalol xudo xolasa bunday to'sib tapchan qilib, choylar damlab ichib o'tirsa bo'ladi. Qani kelinlarchi, jigarlar, bu tarafda ham xudo xolasa mana oshxonalarimiz hamda ota-onamiz uchun joylarimiz ham mavjud. Bu tarafga keladigan bo'lsak, mana bu taraf xudo xolasa bu tarafimiz oshxonadan iborat. Oshxonaning pastida katyonli xonalarimiz ham bor. Bemalol shu xonani o'zimizga yarasha, o'zimizga moslab turib, cho'tki bir oshxona qilsak bo'ladi. Bu tarafdan keladigan bo'lsak, ikki tarafdan kirish. Bu xonaga keladigan bo'lsak, bu xonada ikki tarafdan kirsak bo'lar ekan. Bu xonani ham xudo xolasa bir bolaxona dedim, bolaxona qilib qo'ysak bo'ladi. Xudo xolasa bu xonaga keladigan bo'lsak, родительский xona, ya'ni oila, ya'ni ota-onamiz uchun chiroyli bir xonamiz mavjud. Ya'ni ota-onamiz uchun chiroyli bir xona qilib bersak bo'ladi. Ya'ni bu tarafga keladigan bo'lsak, xudo xolasa yana bitta mehmonxona yoki-da yangi uylanganlar uchun ajoyib uyimiz. Misol uchun bu taraf to'lagan xonamiz, bu taraf oilali bo'lgan insonlar uchun, uylanmagan do'stlik tashlab qo'yasiz. Xudo xolasa xuddi shu xonani ko'rib uylanib ketish hammamizga nasib qilsin. Xudo xolasa bugungi obzorimiz sizlarga tushunarli bo'ldi degan umiddamiz. Farg'ona shahar Sobir viloyatida ajoyib bir uyimiz, 6,5-7 sotikga yaqin uyimiz joylashgan. Ko'rib turgan uyingizni uy egalari bilan 74,000 AQSh dollarida baholadik. Xuddi shunday hammaga shinam uylar nasib qilsin. Zinat uy-joy savdosi bilan xaridingiz yanada yaxshi bo'ladi.